Hammaga salom. Bugun men sizlarga Pocket Option, binarniy option trading platformasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tishni, verifikatsiyadan o'tishni hamda pul solish va yechishni ko'rsatib beraman. Pocket Optiondan ro'yxatdan o'tish uchun sizga berilgan havola orqali Pocket Optionni ofitsial saytiga o'tib borishingiz kerak bo'ladi. Yoki YouTube videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyadagi havola orqali Pocket Optionni rasmiy ofitsial saytiga o'tishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz Googledan qidirib kirsangiz, har xil yolg'on fake saytlarga kirib qolishingiz mumkin. Shu sabab maslahat beraman, bizni havola orqali o'tishni. O'tganingizda sizni to'g'ridan to'g'ri registratsiya bo'limiga olib o'tadi va bu yerda tepadagi bosib tilni tanlasangiz bo'ladi. O'zingizga yoqqan tilni tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz rus tili, xohlasangiz ingliz tilida tursa ham bo'ladi. Kelinglar, ko'pchilik o'zbek bo'lgani uchun o'zbek tilini tanlaymiz. Ko'pchilikka yana ham tushunarli bo'lishi uchun bu yerga elektron pochtamizni yozamiz. Misol uchun palonchi, uchuvchi, Gmail yoki email.com deb o'zingizlarni Gmaillarda, pochtalarda yozishingiz kerak bo'ladi hamda parol qo'yishingiz kerak bo'ladi. Parol iloji boricha qiyinroq va esingizda qoladigan parol bo'lsin. Hamda bu yerda Pocket Optionni kelishuviga rozilik bildiraman deb galcha qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar. Mana bu yerda email bor ekan, o'zimiz deb qo'yamiz va bu yerda mana bunga galchani qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar. Mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda davom etishni bosib, mamlakatingiz agar O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston turadi va valyutani maslahat beraman. Dollar qo'yinglar, O'zbekiston qo'ysalar ham bo'ladi, faqat o'zbek so'mi ancha katta ko'rinib ketadi. Bu keyinchalik sizlarga noqulay bo'lishi mumkin. Tasdiqlashni bosamiz va bu yerda mana shunday narsa chiqadi. Bu yerda biz pastaga boshlashni bosasizlar, xohlasanglar qo'llanmalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. O'zingizlarga yana ham tushunarli bo'lishi uchun bu yerda X bosamiz va mana bunday oyna ochiladi. Birinchi navbatda mana bu 3 ta nuqtani ustiga bosib, birinchidagi liniyani ustiga bosib, shamlar deganiga o'tkazib olamiz. Va bizda shamlarga o'tadi. Strategiyalar o'rgatganda har xil strategiyalar bo'lishi mumkin. Hekinashida, chiziqlarda va boshqa shamlarda ishlagan strategiyalar bo'lishi mumkin. Unda o'zim sizlarga o'rgataman, nimaga qo'yib olishinglarni. Platforma bo'yicha qisqacha ma'lumot bersam, pastdagi yashil va qizil tugmalar orqali tevaga pastga bitim ochasizlar. Mana bu yerda qayta real postlarni balanslar tuvali, qayta demo hisob. Bu yerda vaqtni tanlashingiz mumkin, ya'ni 5 soniyani tanlasanglar, mana o S15 tanlasanglar, ochgan bitiminglar 15 soniyaga bitim ochasizlar. Bu yerda miqdor olishingiz mumkin, misol uchun $50 yoki da har xil va hokazo qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bularda darslikda sizlarga o'rgatgan bo'laman. Bular unchalik muhim emas, любой odam tushunadi. Ana endi nima qilamiz? Profil ustiga bosasizlar hamda mana bu yerdan yana profil ustiga bosib, yana profil ustiga bosamiz. Va bizda srazi elektron pochtamizni tasdiqlashni so'raydi. Davom etishda bosasizlar va sizlarning elektron pochtalarga, ya'ni yozgan Gmaillarga havola boradi. O'sha havola orqali sizlar o'zingizlarning Gmaillarni tasdiqlab qo'yasizlar. Men hozir tasdiqlayman, chunki menga keragi yo'q. Ism degan joyga pasportda qanday yozilgan bo'lsa, o'shanda yozasizlar. Misol uchun palonchi. Familiya degan joyga ham pasportda qanday bo'lsa shuni yozasizlar. Galcha qo'yasizlar. Telefonga ham o'zingizlarning telefon raqaminglarni yozasizlar. 998 90li yoq qilib o'zingizlarning nomeringlarni yozishinglar kerak bo'ladi. Tug'ilgan sana ham pasportda qanday bo'lsa ana shunday qilib belgilashinglar kerak bo'ladi. Hamda bu yerda islomiy halol hisob bor. Islomiy halol hisobni yoqib qo'yishinglar ham bo'ladi. Endi bu yerda identifikatsiya holati tasdiqlanmagan turibdi. Siz o'zingizni shaxsingizni tasdiqlashingiz kerak. Shaxsingizni tasdiqlash uchun siz 18 yoshdan
katta bo'lishinglar kerak bo'ladi. Mamlakat. Ana endi bu yerda o'zingizlar fuqarolik mamlakatliklarini tanlaysizlar. Agar sizlar Tojikiston fuqarosi bo'lsa Tojikiston, Qozog'iston bo'lsa Qozog'iston, Amerika bo'lsa Amerika, O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston tanlaysizlar. Ko'pchilik O'zbekiston fuqarosi, shu sabab biz mana bu yerdan O'zbekistonni topib, O'zbekistonni tanlaymiz. Pastroqda bo'lishi kerak O'zbekiston, adashmasam. Mana bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz hamda tasdiqlashni bosasizlar. Va sizlar rozilik berish va davom etishni bosasizlar. Tasdiqlashni bosganinglardan so'ng sumsubga, ya'ni ofitsialniy o'sha davlatda juda ham ko'p haligi identifikatsiyani tekshiradigan joyga olib o'tadi. U yerda siz o'zingizni pasport yoki ID kartangizni raqamini yoki seriya raqami jushir zo'r edimi yozasizlar va yuzingizlarda skaner qilib tasdiqlashinglar kerak bo'ladi. Bu narsani menimcha hamma biladi, chunki ko'pchilik уже onlayn banklar, boshqa narsalarda tasdiqlab, buni bilgan hech qanday qiyin joyi yo'q. Tasdiqlaganinglardan so'ng identifikatsiya holati degan joyda tasdiqlangan deb turib yashil yonib turadi va sizlarning hisobingizlar tasdiqlangan bo'ladi. Ana endi depozitni qanday qilasizlar, ya'ni qanday qilib pul solasizlar. Mana bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri hisobni to'ldirish orqali solsanglar bo'ladi yokida profil ustiga bosib, moliya deganiga bosib, depozit deganiga bosasizlar va bu yerdan ko'rganingizdek USDT orqali Uzcard, Humocard, Rossiyskiy karta, Binance va boshqa juda ham ko'p pul solish turlari bor. Sizlarga maslahat beradiganim USDT orqali pul solinglar. Chunki kriptovalyuta orqali USDT orqali pul solsanglar, pul yechganinglarda umuman muammo bo'lmaydi. Humocard, Uzcardga ham pul yechsanglar bo'ladi, faqatgina yechib turganinglarda sizlardan kartani tasdiqlashda verifikatsiya qilishni so'raydi. Undan tashqari Pocket Option pulni birinchi banklarga yuboradi, keyin bank sizlarning kartalarga yuborish kerak. Shuna qilib pul yechilishi sal cho'zilishi mumkin. Shu sabab maslahatim iloji boricha sal qiyinroq bo'lsa ham kriptovalyuta orqali yokida mana bu yerda qanday deb pastroqda mana bu yerda Wallet Adobe Cash degani bor, elektron to'lovlardan. Mana shu Wallet Adobe Cash orqali solinglar, eng osoni. Adobe Cash esa kartalarga bemalol pul yechishlar bo'ladi yokida kriptovalyuta orqali qilinglar. Qanaqa qilib kriptovalyutani O'zbekistonda qonuniy sotib olish, yechish bo'yicha YouTube'da videolar juda ham ko'p. Adobe Cashdan foydalanish bo'yicha ham videolar YouTube'da ko'p, o'zbek tilida bor, bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Avval Humocardda yoki Uzcard orqali solsanglar ham bo'ladi. Keyinchalik bemalol kartamni tasdiqlab, pulimgacha pulim solib yuraveraman desanglar. Agar sizlar kriptovalyutani solmoqchi bo'lsanglar, bu yerda miqdorni yozasizlar hamda davom etishni bosasizlar va sizlarda pul solish uchun hamyon beradi. Mana shu manzilni kopiya qilib, o'zingizlarda kriptovalyuta hamyoninglarga kirib, shunga aytilgan summani yuborasizlar, bo'ldi. 1-2 minutda pulinglar tushadi. Ana endi kartadan qanaqa qilib pul solinadi desanglar, depozit bo'limiga o'tganinglardan so'ng, misol uchun kelinglar Uzcardni tanlaymiz yoki Humocardda, misol ko'pchilikda Humocardda bo'lganligi uchun Humocarddan tanlaysizlar. Eng kami minimum $5 qilsanglar bo'lar ekan, maksimum $3750 ekan. Shu sabab kartadan katta pulni solib, katta pul yecha olmaysizlar. Agar katta pul solib, katta pul yechmoqchi bo'lsanglar, iloji boricha kriptovalyuta yoki Adobe Cash orqali qilinglar. Miqdor yozasizlar, misol uchun $100 va bu yerda davom ettirish va $100 to'lash. Bu yerda pastda qancha to'lashlarni ham chiqarib qo'ygan, 1,198,060 so'm to'laymiz ekan. Davom etishda bossanglar, mana shunday oyna ochiladi va mana shu bergan kartaga sizlar o'zingizlarda banklardan kirib yokida o'zingizlar banklardan kirib, aynan shu kartaga mana bu tepada ko'rsatilgan summani aniq surishinglar kerak bo'ladi. Va pastdagi перевод отправление degan tugmani bosasizlar, bo'ldi. Bir necha daqiqada pulinglar tushadi.
tushundinglar, juda ham oson, hech qanday qiyin joyi yo'q. Pul yetish uchun esa yana finans bo'limidan mana bu pul yetishga o'tasizlar. Hozir ingliz tilida o'qyapti, shu sabab ingliz tilida turibdi. O'tgan yillarda mana shunday oyna ochiladi. Bu hozir men ishlatmaydigan akkauntim, sizlarga misol uchun ko'rsatib beryapman. Bu yerda payment menzil, agar sizlar karta orqali pul solsanglar, faqatgina kartaga pul yecha olasizlar. Agar kriptovalyuta orqali pul solsanglar, faqatgina kriptovalyutaga yecha olasizlar. EDVcash orqali solsanglar, faqatgina EDVcashga yecha olasizlar. Bu yerga qancha yetishlarga yozasizlar. Misol uchun minimum $14 $50 kunlab o'sha ishlagan pulinglarni yozasizlar. Karta raqam degan joyga o'zingizlarni karta raqaminglarni yozasizlar. 9860 yo'q, mana bunaqa qilib o'zingizlar karta raqaminglarni yozishlar kerak bo'ladi va bu yerda karta raqamida turadigan sanasini yozishlar kerak bo'ladi. Belgilangan sanasini yozib, ism familiyalarni yozasizlar, kartadagi ism familiyani yozib va mana bu pastdagi men bu identifikator ulaganim uchun bu identifikator kod so'raydi. Sizlarda email kod so'rashi mumkin yoki bu identifikator ulagan bo'lsalar, sizlardan ham bu identifikator kod so'raydi. Shuni yozib turib, pastdagi continue tugmani bosasizlar, bo'ldi. Pulinglar kartalarga yuboriladi. Bir necha daqiqada yoki bir necha soatda, ba'zi hollarda bir necha kunda kartalarga pullar kelib tushadi. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Juda ham oson. Endi men sizlarga qanaqa qilishni o'rgatib qo'ydim. U hech qanday qiyin joyi yo'q. Bemalol qilib o'rganib olsanglar bo'ladi. Biron bir muammo bo'lsa, poddeshkasiga yoki biz adminga yozsanglar, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga xayr.